Hürmetli vatandaş, endi muhokama leksiyamizda boshlaymiz. Bugun Chizaq 2019 yil 6-oyning 16-kuni yakshanba. Buning uchun tuvandagi mavzularga diqqat qildiring, hurmatli vatandash. Going away. Yoki muhokamamizning mavzusi going away. Qora kiyimlik namoyishchilar. Shanganda yana 1 million kishilik namoyish to'lqini. Xi Jinping chet elda tug'ilgan kunini xotirlayotdi. Balki Qirg'izistonda Xi Jinping tug'ilgan kunini xotirlayotgan bo'lishi kerak. Chimpoko 1 soat ilgari berilgan xabar 6-oyning 16-kuni yo'q. Amerika helini javob qaytardi. 3 xil chora bilan Kompartiyaga zarba berish. Xanjing yuragini qopdaq qildi. Xanjing bu yeti chang'u yeti doimiy hayotning birisi. Wang Shushi xabardir. 12 soat ilgari 6-oyning 16-kuni yo'q. Xanjing hozir Shinjin shahriga kelib, shu yerda qo'mondonlik qilib Shangandagi harakatlarga, masalan, Linjing Yueni ma'muriyat boshlig'ini hargiz chekinma, iste'fo beraman dema deb aql o'rgatgili boshladi demoqchi bo'ldi. Buningda Wang Shushi xabar berdi. Shuncha Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi qarshi Shanganda qarshi namoyishini qo'lladi. Jungo Kompartiyasi qo'rqadigan yadroliq tanlash bor. Amerikaliklarning qo'lida yoki Davlat Majlisining qo'lida jungoliklar qo'rqadigan yadroliq tanlash bor. Yangi tanliqlar Osiyo Tinch okean televiziyasi 1 soat burun 6-oyning 16-kuni yo'q. Şu xabardir. 6-oyning 16-kuni Shanganda, Tin shaharda ko'pchilik hamma odam qora kiyim kiygan. Faraz qilganda 1 million 400 ming kishi. Şu televiziyasi ko'pchilik 6-oyning 16-kuni yo'q. Shanganning ro'yi va irodasi 2019 yil 6-oyning 15-kuni Going Away'ning xabari New York'tan bevosita anglatish 6-oyning 6-kuni yo'q, 15-kuni yo'q. Papazadan qo'rqmaymiz. Shanganglik o'quvchi, yana Hong Konglik o'quvchi Hong Kong fuqarolariga murojaat qilib, jungo kapitali bilan qurilgan banklarga omonat qo'ygan pulinglarni chekindiringlar. Derhal chekindiringlar. Shangangda qurilgan Jung Ziyinxan jungo qurgan bankiga Shangangliklar sizlar omonat qo'ygan pulinglarni derhal chekindiringlar. Yangi tanliqlar Osiyo Tinch okean televiziyasi 6-oyning 16-kuni mana shu xabarni tayyorlashdan 34 minut burun 6-oyning 16-kuni Lodi xabarlari 1 million 500 mingdan ortiq Shanganglik tinch yo'l bilan namoyish qilib yana ko'chaga chiqdi. 6-oyning 16-kuni yo'q. Shu xabardir. Rost yolg'on Shangang soqchilari oshkorlandi. Twitterda ko'rsatildi. Jungo Kompartiyasi orq ko'rinishi intayin murakkab. Agar muqodim o'sha soqchilarning bir qismi yoki ko'p qismi Beijingdan elib kelib Shangang xalqini bostirmoqchi bo'lgan soqchilar bo'lsa, vaqtida buning xalqaroda nima ta'sir qo'zg'ishini biroz qilib bo'lmaydi vatandoshlar. Agar o'sha soqchilarni jungodan elib kelib Shangangda bostirgan, Shangang xalqini bostirgan bo'lsa, vaqtda Shangang xalqiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Hozir bu yolg'on soqchilar va rost soqchilar talashda shu o'tiribdi. Bugun bu lozunkalarga, masalan, shu xabardirdagi lozunkalarga ekranni etishilali chiqayotgan xat nima desangiz, hurmatli vatandosh, Linjing Yue qonunni ma'qullash loyihasini chekindirmasa, Shangang xalqi namoyishdan chekinmaydi. Demak, qarshilashishning darajasi mushiyaga yetdi degan gap.
Biz ötkende aytdik sizlarga 6 ayning 5 kuni Moskvaga safar ya. Bu da 6 almış günlerde 6 ayının 15 14 günleri etrafında Reis Xi Jinping Kırgızistan'da 5 Şanghay Hamkarlık Grupu'nun teşkilatı, halkara teşkilatı yığını. Hazır Karaganda şu Korbet'teki Xitayning demokratları aytib atqandek, bu kishi xuddi bir ishdan qo'rqib ketishmaygandek. Masalan, bir ishdan qo'rqib ketgan kichik bola dadasini yaniga kelib olgandek, hadisi Moskva, hadisi Peterburg, hadisi O'rta Osiyo, Bishkek, Vladimir Putin, prezident Vladimir Putin qayerda bo'lsa, shu yerga berib olib, hozir endi tug'ilgan kuni ekan, bugun 16-kuni toza to'g'ri kelibdi denglar. Reis Xi Jinpingning tug'ilgan kuni 6-ayning 16-kuniga to'g'rilab degandek, bugun Shangangda yani zo'r ko'lamlik namoyish yuqorida ko'rsatildi. Biz buni 1.500.000 kishilik namoyish deylik, bular ko'chaga chiqdi. Bular o'tirib qo'ygan shu var mesela 15-kuni Govingoy YouTube'ga chiqib nima dedi? Murojaat qilib nima dedi? Qisqa so'zlab dediki, Kompartiya qurgan qiltaqqa tushmay Shanganglar. Onko'nglik. Agar bu qiltaqqa tushadigan bo'lsang, namoyishdan keyin har biringlarni bir-birlab qo'lga olib jungoga olib ketadi. Ikkinchisi hozir Lin Jingye ma'muriyat boshlig'i Lin Jingye sizlarni bo'g'ding dedi. Bo'g'ding degan zo'ravonlik bilan olib berilgan namoyish degan gap. Bu sana jinoyat bo'lib ortildi, sana qalpoq bo'lib keygizildi. Muşunun özü yeterlik Shanganglar. Sen namoyish qatnashgan bo'lsang, muşu jinoyatning o'zi yeterlik. Sen yana baloga qolasan. Kompartiyasini qo'lga oladi. Shunga kompartiya qurgan qiltaqqa tushma, qopqonga tushma. Davomli namoyish qil, bu o'zingni qo'g'dash namoyishidir. Kelgusi avlodingni qo'g'dash namoyishidir dedi. 15-kuni chaqiriq qildi. Deganda Govingoyning chaqirig'i bo'yicha deylar. Shangangda bugun 1.500.000 kishilik namoyish o'tirib chiqdi. Bu namoyishning shuari nima? Birinchisi başlaydı. Qonun loyihani, qonun o'zgartirish, qonun loyihasini bekor qilasan. İkincisi ma'muriyat boshlig'i Lin Jingye taxtdan tushsa. Yani biz başladığımızda 15-kuni Römöröbo. Haliq gizli ilan qilgan maqola nima deyildi? Beijing Lin Jingye'ni Shangang ma'muriyatini qo'llaydi. Onun qarorini qo'llaydi. Onun qarori vaqtincha to'xtatish. Cheksiz to'xtatish emas, vaqtchaki yo'q. Vaqtincha to'xtatish, lekin bekor qilish emas. Shanganglik da'vatidagi bekor qilasan bu qonunni. Enandikin taxtdan tushsa Lin Jingye edi. Bu yerda Lin Jingye'ga 10 qatim savol qo'yilibdi. Taxtdan tushamsan, tushmamsan debdi. O ya düşman ya düşmeymen demeyli ya to'g'ri javob berishni rad qilibdi. Gap hozir ziddiyat qayadan qo'zg'aldi hurmatli vatandosh? Shangangda men seni taxtdan tushirman da'vatida ma'muriyat boshlig'ini. Ma'muriyat boshlig'i men taxtdan tushmayman degan gapni og'zidan chiqarmasmi, lekin buni javob berishni rad qilyapti. Ziddiyatning o'tkirligi müşiyada. Ziddiyatning bu qatimqa namoyishga munosabatlik ziddiyatning manbai müşiyada. Agar siz faraz qiling, Lin Jingye taxtdan tushsa, shu hamon bir kishi buning o'rniga chiqish kerak. Chunki bu yerda huquq boshlig'i, boshqarish boshlig'i bo'lmasligi kerak. Derhal bir kishi uning o'rniga tayinlanishi kerak. Kim tayinlaydi? Tayinlanadigan odam kim? Bunun namzatı kim? Tayinlash tertipleri nima? Beijing o'zi bevosita qo'lsalamdi yoki Shangang xalqi tayinlandi? Shangangda saylam komiteti saylamdi, qanday qiladi? Kim? Zodi bu nomzodni kim ko'rsatdi? Beijing ko'rsatdi, bu qatim Shangang xalqi ko'rsatdi, Hong Kong xalqi ko'rsatdi. Masalan, Junxuanni egallash. 2014-yil 9-oyning 20 kunlari boshlandi. O vaqtida mudashshatlik namoyish qildi, tartibli namoyish qildi. Odam soni garchi bunchalik bo'lmasa-mu, namoyish qildi. Ularning maqsadi Junxuanni egallashga maqsad faqat birla. Sen o'zingning 23 moddalasi yozma. O'zingning negizlik asosiy qonun ya Shangangga tuzib bergan asosiy qonunida nima dedi? Biz vaqt pishib yetilganda
Şanganda umumi saylamını oturup koyumuz, umumi saylamını yolu koyumuz, umumi saylam bilen memuriyet başlığını saylayımız diyeceğim. Lekin Cumhur vədisi durmadı. Yeni oldu. Vakit pişip geldi. Vakit yetti. Biz umumi saylam elip barımız degen şu vaktiki Cumhurbaşkanı egellik için namayişçileri cevap vermedi. Ahırı buladın bir de işgidin töttün kol gelip bugün gününde tahi yakın geçer. Birisiga 9 ay, birisiga 6 ay, birisiga 13 aylık kesim ilan kıldı. Kesim ilan kıldı, türmege taşıdı. Bular kırıp gittiydi, bugün ende azı şanganlık bu şuarını götürüp çıkmadı. Cumhurbaşkanı egelleyimiz demedi. Umumi saylam ötküzümüz demedi. Belki bir yerde bir tertip getivatkan boz gerek. Evvel Lincoln yöe sen taxtin köş. Sen bir yerde bir boşlukta peyda kıl. Yani saylam ötküzüdüğün boşluk, üzerinin orduğu oldurduğun, təyinləndiğin namzat boşluğu. Bunları sen boşlukta kaldırırsan, kaldırğandaki andın biz şanganlıklar yapılımız devatamdı. Onu düşüngül olmaydı. Lekin gap hazır ende sen Lincoln yöe düşüp geçsen. Biz kimni təyinləyimiz? Bu mesele şanganlıktan aldığı sual koyuldu. Endi Beijing'nin aldığı hem bu sual bulup koyuldu. Lincoln yöe taxtın düşse, Beijing sen Şangang'ı kimni təyinləysən? Bunun bir sual bulup koyuldu. Yani muşundaq peytdə, mesela Xəncing 7 Çavmi, Xitayca Çavmi deydi, 7 daimi həyətdən böyle boğan Xəncing'ni Şinji şəhəriga əvətib, Şangang'daki hazır buluvatkan namayiş ve tertip, Lincoln yöe ve memuriyetten nemi iş kılışı gerekliliği doğrusu bir akıl görsetti. Onun görsetken aklı da Lincoln yöe istifa sorma. İstifağı çıkıman deme. İstifa vermeysen dedi. Demek hazır Beijing Şangang'daki bu büyük namayişçilerle karşılaştı dedi. Lekin siz dikkat kılırken yine bir nokta Beijing mesela 9. günü, Çarşamba günü hem 12. günü